Men bu seriallarni ko'rib rus tilini o'rganganman. Uchinchisi eng foyda bergani. Birinchi serial bu Papini dochki. 12 yoshdan boshlab hamma ko'rishi mumkin. Juda ham qiziqarli serial. Buni Softace kanalida juda ham ko'p ko'rardik. Ikkinchi serial ham komediya tarzida olingan va juda ham qiziqarli, aktyorlar juda ham zo'r podbiratsiya qilingan. Bemalol ko'rishingiz mumkin farzandinglar bilan. Nomi Moya prekrasnaya nyanya. Uchinchisi haligacha sevimli seriallarimdan biri desam bo'ladi, chunki o'sha paytda men tomosha qilayotganda umuman tushunmasdan ko'rardim, lekin shunaqa muzika, rollar, kiyimlar chiroyli podbiratsiya qilgandan tomosha qilib o'tiraverardim va postepенно tushunib gapirishni boshlaganman bu serialdan keyin. Bu serial nomi Kuxnya 18 yoshdan boshlab ko'rilsa bo'ladi. Bu seriallarni Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Uning uchun izohlarda serial deb yozib qoldiring, sizga havola yuboraman. Get ready with me archa boychani qishda 5-6 million so'mga oldim. Fonida zo'r videolar olaman deb, lekin balonni ham olganim. Hozir mushugim o'ynab sakrab ikkiga bo'lyapti archani. Hatto bitta video olaylik deb olinmayapti bu video. Like bosing shuncha. Qizlar pomadan skrin qilinglar, doim so'raysizlar. Trenirovkaga ketyapman. Futbolka va triko kiyib oldim. Skora vesna, skora lyubov. Degan havo bo'lgani uchun prosta ustimga rubashka kiyib oldim. Taqinchoqlar ham taqdim. Bugun shunaqa 9-sinfdan qolgan o'zimdan boshqa hamma narsa sig'adigan sumkam taqamiz. Nakolenniki, spenная обувь, kiyim va yana har balolar oldim ishqilib. Sizlar skrin qilinglar, bu duxi вообще zo'r. Побжикала духами прям хорошенечко. Kilometrdan hidi kelish uchun svet настроение jigarrang bo'lib shunaqa krossovka ham kiyib oldim. 1 soatlik trenirovkani 40 minutga kechikdim video olaman deb. Shunga bay men tezroq boray. Like bosing, obuna bo'ling. Men va mening komplekslarim. Popkorn olinglar. Birinchisi, albatta vesim. Men har doim o'zimning semizligimdan uyalganman, chunki kichkinaligimdan semizcha bo'lganman. Har doim oshing kerak, yemas, semiryapsan, falon gaplarni eshitganman. Shuning uchun hozirgacha o'zimdan umuman qo'ynim to'lmaydi. Katta orzuyim menimcha ozish. Ikkinchisi, bu men o'zimni xunuk deb hisoblashim. O'zimni xunuk deb hisoblayman, chunki menimcha ko'p bu xunuksan degan gap eshitganman. O'zimni qaror chiroyli deb qabul qila olmayman. Это самый большой kompleks. Uchinchisi, bu sochim. Sochim kam, siyrak, bir ko'p bo'lgan va to'kilib ketgan ma'lum bir sabablarga ko'ra. Shuning uchun sochimni so'rashganda nega bir xil prическа qilasiz deganda mana shu yomon bo'lib ketaman. To'rtinchisi, o'zimni hech nima qilmaganman, hech nima uddala olmayman deb o'ylayman. Hatto ham bir qo'limdan hech narsa kelmaydi emas. Bundan ham yaxshiroq qilsam bo'lardi degan narsa va eng katta komplekslarimdan biri o'zimning emotsiyalarimni boshqara olmaslik. Yig'lashim, jahlim chiqishi, baqirib yorishim va shunga o'xshash emotsiyalarni boshqara olmayman. Buni ustida ishlashga harakat qilaman, lekin yig'lab o'rganimda, masalan, men uyimga borib yig'la olmayman, ishda joyida yig'lab o'raman, joyida baqirib tashlayman. Buning uchun men o'zimdan ichimdan как nenormalman degan narsa o'tadi va ustimdan ham ko'p eshitganman. O'sha paytim shunaqa ustanuvka qolib ketgan. Oltinchisi va oxirgisi bu meni o'zimning fikrlarim. O'zimning fikrlarimni ifoda etishdan juda ham qo'rqaman. Fikrimni aytsam, meni qabul qilishmaydi, yaxshi qiz emas deb o'ylashadi degan shu yaxshi qiz sindromi menimcha menda bor. Hozir buni ustida ishlab, o'zimning sahifamni yurg'izishga va fikrlarimni qo'rqmasdan aytishga harakat qilyapman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yaxshi qiziq kontent qilishga harakat qilaman. Foydali kontent qilishga. Yevordim, video olishga ber.